dori darmon kompaniyasida ma'lum bir xodimlar vigorop shu bo'yicha ishlamagani uchun menga aytishlari bo'yicha xullas biz gaplashib oldik. O'zbekiston Respublikasida 158 ta quti klobazam dorisi bor. Bu hammasi Toshkentdagi Gumma oldida joylashgan dori-darmon maxsus aptekasiga olib kelinadi. Bu yerdan olishinglar mumkin. Endi bu qanchalik necha kunga yetadi, buni bilmayman. Balkim bir haftaga yetar, balkim 10 kunga yetar. Yana klobazam dorisini olib kelish bo'yicha Rossiya bilan shartnoma tuzishgan ekan. Hozir u jarayonda ekan. Keyingi oy kirib kelar ekan, mana ertaga bir haftami 10 kunda kirib keladi. To u sotuvga chiqqunga qadar iyul oyi ham o'tishi mumkin. Shuni inobatga olinglar va agar farzandinglar shu klobazam dorisini ichadigan bo'lsa, boshqa doriga o'tkazish chorasini ko'rish kerak. Bu doktorlarga ham eslatma. Keyingisi Vazirlar Mahkamasini shu dori-darmonni olib kirish bo'yicha qarori bor. Bu qarorga asosan retsept asosida O'zbekiston hududiga 5 ta pochka shunaqa psixotrop dorilarni olib kirish bo'yicha ruxsatnoma bor. O'sha qarorni olinglar, o'qib olinglar. Ruxsatnoma olib kelishinglar mumkin agar chet davlatda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa. Shu bilan bir qatorda azizlar, men bu tibbiyot tizimi bilan, bu farmatsevtika, dori-darmon, tibbiyot umuman olganda doktorlar bilan 3 yildan beri kurashib kelyapmiz. To'g'ri ishlayotgani bor, noto'g'ri ishlayotgani bor. Xullas, menga sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar kerak. Like bosishinglar kerak, obuna bo'lishinglar kerak, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirishinglar kerak. Nega? Sababi bular hammasi mediadan cho'chiyapti, mediadan qo'rqyapti, olomonning fikridan qo'rqyapti. Chunki bu ertaga bularning kamchiligi yuqorigacha chiqib ketadi. Men shuni bilamanki, yuqoridagi mutasaddilar buni bilmaydi. Bular yetkazmayapti, bular shuni narsani etmayapti. Masalan, administratsiya bilmaydi, bosh vazir bilmaydi, prezident bilmaydi. Ya'ni bularni shunaqa noto'g'ri qilayotgan xatti-harakatini bilmaydi. Bular bosti-bosti qilaveradi. Shuning uchun ko'proq like bosing, obuna bo'ling. Bularni shundoqlikcha tashlab qo'yib bo'lmaydi. Bular bilan kelishib bo'lmayapti. Bular bugun xo'p deydi, ertaga esidan chiqib ketadi. Inniniga boshqasi keladi, keyin hamma narsani boshqa talab o'zgartiradi. Men bularni ko'rib turganim uchun aytayapman. Men yana boshqa talab boshlaymiz deyapti. Biza tuzgan yo'l bor edi-ku. Biz ota-onalar shu dorilarni olib keldik, shuncha sa'y-harakat qildik. Hammasi bilan gaplashib olib, reja tuzganmiz. Ehtiyoj bo'yicha dori-darmonga kelishi, litsenziyasi, narkokomitet muammo bo'lishi mumkin emas edi. Chunki har bitta ota-ona o'zi puliga sotib oladi. Dori-darmon aptekasi bormi, o'sha yerda shu dorilar sotilishi kerak. Qaysidir filialda tugab qoldimi, zapasi bor, qoldig'i bor filialdan unga yetkazilishi kerak. Bu nima qiyin joyi bor bu yerda? Bu narsa keyin o'sha norasida invalid bolalarga beriladi bu. Butun epilepsiyaga chalingan bolalarga beriladi. Qanchadan qancha odam ichadi, faqat SSP kasalligi emas, buni doktorlardan so'ranglar. Shuning uchun sizlardan iltimos, ko'proq like bosinglar, obuna bo'linglar. Ana har xil bachkanalarga, har xil ko'tini ochganlarga hadeb like bosib, ularni tarqatib iltimos. Anaqa dolzarb muammolarni olib chiqayotgan odam ozgina qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Shu narsa kerak bo'lyapti hozir. Iltimos, sog' salomat bo'lasizlar.